Diqqat xalq tezkor xabar. Buxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho'kib ketdi. Buxoro viloyatining Kogon tumanida 17 yoshli yigit cho'milish vaqtida Shohrud kanalida cho'kib ketdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 27-iyun kuni soat 14:50 atrofida Kogon tumanining Sorg'un Mefeye hududidan oqib o'tuvchi Shohrud kanalida 2009-yilda tug'ilgan fuqaroning suvga cho'kib ketgani haqida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hodisa sodir bo'lgan kanalning kengligi 18-20 metr, chuqurligi esa 7-8 metrni tashkil etadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.